Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xursandchilik kunida shuni sizlardan baham ko'ray dedim. Anchadan beri bir do'stimni ko'rmagandim. Salkam bir yildan beri Yevropadamiz. Necha yilimiz bir-birimizga to'g'ri kelmagandi. Bugun shunday kun ekan, Xudo xolasa nasib qilsa ozgina qoldi, 20 kilometr qoldi. Do'stim bilan ko'rishaman. Lekin do'stim bu narsadan bexabar, telefondan. Birodarimiz ziyoratiga ketyapman. Do'stimimiz ziyoratiga ketyapman. Shunda farishta so'ragan ekan, do'stingdan qarzing bormi? Yo'q, qarzim yo'q. Do'sting rahbaringmi? Yo'q, rahbarim emas. Biron bir hojating bormi? Yo'q, biron bir hojatim ham yo'q. Nima uchun ketmassan? Do'stimni yaxshi ko'rganim uchun, do'stimni sog'inganim uchun ziyoratiga ketyapman deb javob berganda, odam suratidagi farishta javob berar ekan. Men inson suratidagi bir farishtaman. Alloh meni seni huzuringga yubordi. Senga shundoq bir xush xabarki, sen do'stingni qanday yaxshi ko'rib, do'stingga qanday ixlos qo'yib turgan bo'lsang, Allohning ham nazari senga shundoq tushadi. Toki sen do'stingni yaxshi ko'rar ekansan, Alloh seni ham yaxshi ko'radi deb farishta bashorat berar ekan.